Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, kanalimga xush kelibsiz. Quiz viktorina topishmoqlar sizni kutmoqda. Emojilarni topishga tayyormisiz? Sizda atigi 5 soniya vaqt. Qani ketdik. So'zni toping, siz buni bilasiz. Tasanno kutubxona. Keyingi emoji qani toping. Qoyil qoldim sizga, bu uyga vazifa. Bu jumboqni yechishga tayyormisiz? Ha, Apple kompaniya telefoni. Sizga yoqayaptimi? Albatta yoqadi. Aqlingiz tahsinga loyiq bu mashina kaliti. Sizga qiziq bo'layaptimi? Like bosishni unutmang. Buncha aqllisiz, bu ko'z yosh. Diqqat bilan qarang, javob oldingizda. Biz sevgan maktab o'qituvchisi. Bilamanki, siz topa olasiz. Topdingiz, bu basketbol. Bu juda oddiy. To'g'ri javob bera olasizmi? Ajoyib, bu geografiya. Ko'rib turing va taxmin qiling. Qoyilmaqom, achchiq tosh. Qiziqarli jumboqni yecha olasizmi? Barakalla, 5 barmoq. Bu qiyin bo'lishi mumkin. Tayyormisiz? Tasanno, bu otqulloq. Oson ko'rinsa ham qiyin bo'lishi mumkin. Barakalla, 8 oyoq. Tezroq o'ylang. Sizga ishonaman, bu kuzatuv kamerasi. Bu jumboqni kim birinchi yecha oladi? Ajoyib, bu aql chirog'i. Sizga yoqayaptimi? Albatta yoqadi. Siz yaxshi ko'radigan limon choy. Bu rasm ortida nima bor? Aniq, bu uyqu vaqti. Sizga bu tanishmi? Bu jumboqni yechishga tayyormisiz? 100% haqsiz. Bu svetofor. Bu qiziqarli bo'lishi aniq. Juda oson, tug'ilgan kun. Bu jumboqni kim birinchi yecha oladi? Tasanno, elektron pochta. Ko'rib turib, tezroq o'ylang. Sizga ishonaman, bu suv ilon. Yozda qayerda dam olayapsiz? Bu ko'zoynakni olish esingizdan chiqmasin. Bilamanki, siz topa olasiz. Bizning tezkor yong'in mashinasi. Sizga yoqayaptimi? Albatta yoqadi. Topdingiz, video o'yin. So'zni toping, siz buni bilasiz. Ajoyib, bu radio. Bu juda oddiy. To'g'ri javob bera olasizmi? Topdingiz, bu sportzal. Sizga bu tanishmi? Barakalla, tish yuvish. Diqqat bilan qarang, javob oldingizda. Zo'r, bu tun vaqti. Oson ko'rinsa ham qiyin bo'lishi mumkin. Tasanno, bu asal ari. Bu jumboqni yechishga tayyormisiz? Aqlingizga balla, bu kun tartibi.
Ko'rib turib, tezroq o'ylang. Zo'r, topqirsiz, bu kema porti. Tabriklaymiz, siz maqtovga loyiqsiz.